Bir kun bir birodarimiz aytib berdilar. Bittalari o'g'illari ismini Muhammad Sodiq qo'ygan ekanlar. Yaxshi niyat qiluvchilarga o'xshab yursin deb. Yangi muftiy bo'lganlarida hijratdan qaytib kelganlaridan keyin o'g'il katta bo'lib qolgan, 20 yoshlarga yaqinlashib qolgan. Shayx Hazratdan huzurlarga olib borib, "Hazrat, mana o'g'limni yaxshi niyatlar bilan siz nomingizni atavdim, o'zingiz ismingizni qo'yib bergansiz, ruxsat olganman sizdan, Muhammad Sodiq atagan edim. Lekin hech sizga o'xshamaydi. Yurish-turishi, qilig'i, ilm ma'rifati, axloqi, odobi sizga o'xshamayapti hech. Shun biror bir hikmati bormi desalar, Shayx Hazratlari aytgan ekanlar, o'g'lingiz mendek bo'lishi uchun buning otasi Muhammad Yusuf bo'lishi kerak degan ekanlar. Chunki Shayx Hazratlari bo'lishi uchun Muhammad Yusuf otalari ko'p harakat qilgan ekanlar. O'g'lingiz otasi Muhammad Yusuf bo'lishi kerak, o'shanda bu mendek bo'la oladi degan ekanlar. Ana o'sha domla aytib berdilar, Shayx Hazratlarining otalari Muhammad Yusuf Hazratlari har kechaga uni qaranga, qani kim bor shunday mard ota farzandini baxti uchun shunday qila oladi. Har kecha 100 rakat namoz o'qib, Muhammad Sodiq o'g'limga baxt bergin, ilm bergin, tavfiq bergin, axloq odob bergin deb duo qilar ekanlar. Otalar 100 rakat